Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Yengilzam 6018 vannamiz kelgan. Kigilo brendiniki ichidan hop zaryadchiga chiqadi, grafini, atverkasi chiqadi, o'zini kitoblari chiqadi. Hop, buni ichida nimalarimiz bor? Kojali, bolani kiyimlarni alishtirishga, pamperslarni alishtirishga, o'zini yumshoq bo'ladi, usti kojali bo'ladi, suv o'tkaza olmaydi. Kiyimni alishtirish uchun qo'shimcha. Hop, ichida chiqarib qo'ysa. Hop, suv ketish uchun yopib qo'ysa bo'ladi. Cho'miltirayotgan paytda suv ketmasligi uchun gradusniga buni zaryadga ham qo'ysa bo'ladi. Zaryadkada ham ishlaydi, graduslarni ko'rsatadi. Yonida shampun sovunlarni qo'yish uchun yana bitta alohida idish. Balonlari bor. Balonlar aylanadi. Tormozi ham bor. Tormozni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Buni kerak emaslarga cho'miltirayotgan paytda yoniga osib qo'ysa ham bo'ladi. Joyi bor. Yonida yana tegida o'zining shlankasi bor. Kanalizatsiya uchun, kanalizatsiyaga agar sharoit bo'lsa, ulab qo'yilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam suvni yopib qo'yiladi. Любой payt boshqa payt suvni keyin chiqarsa olsa ham bo'ladi. Kastasi yaxshi. Plastmassalar juda ham yumshoq emas, qattiq, kastasi yaxshi. Yonida yana qo'shimcha sovun, gubka yoki boshqa narsalar qo'yish uchun yana keyin alohida joy bor. Agar shlankan ishlatilmaydigan bo'lsa, buni olib qo'yib yana boshqa kiyim-kechak, boshqa narsalarni qo'ysa bo'ladi. Hop, mana vannasi buni olib qo'yganda osib qo'ysa ham bo'ladi yoki bo'lmasa agar vannada ishlatiladigan bo'lsa, mana smestikni qo'yib qo'yib turib, bolani cho'miltirsa ham bo'ladi. Tegi knopkasi bor, shu knopkasi bilan chiqadi.